Uy bekasi bo'lish oson emas. Kun bo'yi ovqat tayyorlash, uy yig'ishtirish, farzandlarga qarash bilan vaqt o'tadi va bunday vaqtda qo'shimcha daromad qilishga xuddi vaqt yo'qdek tuyuladi. Lekin hozirgi vaqtda siz Amerikan YouTube orqali kuniga 1 soat vaqt ajratib, YouTubedan yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Bugun men sizlarga ayol va qizlar uchun mos keladigan top 5 ta Amerikan YouTube yo'nalishlarini ko'rsataman. Ushbu yo'nalishlarda YouTube kanal ochsangiz, kanalingiz tezroq rivojlanadi va ko'proq daromad qiladi. Agar video qiziqarli bo'lsa, videoga like bosing. Qani bo'lmasam, boshladik. Agarda siz hali ham YouTube'da Amerikan kanal ochmagan bo'lsangiz, siz katta pul yo'qotyapsiz. Chunki hozir YouTube'da kichik kanallar ham yaxshi daromad qilyapti. Lekin siz Amerikan kanalni noto'g'ri ochsangiz, u hech qachon rivojlanmaydi va daromadga chiqmaydi. Agarda siz shunday muammolarga duch kelishni istamasangiz, biz sizga professional Amerikan kanal ochib beramiz. Trenddagi daromadli yo'nalish tanlaymiz, unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz, Amerikan nomer bilan tasdiqlaymiz va eng muhimi, kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Hamda sizni Amerikan YouTube bo'yicha yopiq Telegram kanalimizga qo'shamiz. Hoziroq YouTube kanal ochishga buyurtma berish uchun ekrandagi Telegram profilga Amerikan kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Ayol va qizlar uchun bizning birinchi yo'nalishimiz bu Talking Angela 2 yo'nalishi. Ya'ni Talking Angela o'yinini hamma bilsa kerak. Play Market, App Store'da bu bir necha yillardan beri bor. Ya'ni yoshligimizdan beri bor desak to'g'ri bo'ladi menimcha. Va siz mana shu o'yinni o'ynab, ozgina montaj qilib YouTube'ga joylab pul ishlashingiz mumkin. Va buni turi ko'p, ya'ni rubrikalari juda ham ko'p Talking Angela'ni. Hozir sizlarga eng zo'rlaridan bittasini keltirib beraman. Ya'ni ushbu rubrikada siz nima qilasiz? Talking Angela'ni har xil qahramonlarga o'xshatishga harakat qilasiz. Ya'ni mashhur personajlarga o'xshatib kiyintirasiz, bo'yantirasiz va buni ekran zapis qilib olib, ozgina montaj qilib YouTube'ga joylab borasiz. Va bunday videolar juda ham yaxshi prosmotr oladi. Kelinglar, mana bitta videosini qo'yib ko'rsataman. Mana videoni boshida bitta qahramonni olyapti, Pinterestdan rasmini kesib oladi, ekranda qo'yapti. Va davomida mana Angelani уже kiyintirishi boshlaydi, xuddi shunga o'xshatib. Endi 100% o'xshamaydi, lekin qo'ldan kelgancha harakat qiladi o'xshatishga. Ovozini o'chirib qo'ydim. Mana ko'ryapsizlar, endi harakat qilyapti o'xshatishga. Va mana videoning oxirida sochlari bilan birga o'xshatishga harakat qildi. Mana ko'ryapsizlar. Va do'stlar, ushbu video masalan 555 ming prosmotr olgan. 555 ming, ya'ni yarim milliondan ko'p prosmotr. Videoni o'zi 43-44 sekund davom etadi. Bunday videoni tayyorlashga taxminan 30 daqiqa vaqt yetarli bo'ladi. Siz kuniga mana shunday videolardan bittadan joylab borsangiz ham, bir oyda jami hisobda bemalol 15-20 million prosmotr to'plashingiz mumkin. Va bu degani taxminan $1000 ga yaqin daromad degani. Meni shaxsan o'zimni o'quvchilarim bor, ushbu yo'nalishda ishlaydigan va ular o'rtacha $1000, $1200 daromad qilishadi. Aynan Talking Angela yo'nalishida. Ikkinchi yo'nalishimiz bu AI ASMR yo'nalishi. Ushbu yo'nalish anchadan beri bor va haligacha juda ham zo'r prosmotr olib keladi. Bu long formatdagi yo'nalish. Ko'rishinglar mumkin, mana videolar unaqangi uzun emas, o'rtacha 4 daqiqa yoki mana uzunlari 7 daqiqa davom etadi va mana shunaqa videolar 10 minglab, 100 minglab prosmotr oladi. Bitta narsani bilinglar, shortsda millionlab prosmotr olgandan ko'ra long formatda 100 ming prosmotr olgan ancha yaxshiroq. Chunki YouTube long videolarga 10 baravar ko'proq pul to'laydi shortsga qaraganda. Shuning uchun long formatda hattoki sizni mana shunaqa 60 ming, 10 ming prosmotr bo'lsa ham videolaringizda siz juda yaxshi daromad qilasiz degani. Xo'p, bunday turdagi videolar juda ham oson tayyorlanadi. Ya'ni qaysidir sun'iy intellektdan pullik podpiska sotib olasiz yoki bepullarni ishlatasiz, farqi yo'q. Glavnisi mana shunga o'xshagan yaxshi promptlarni topishingiz kerak bo'ladi. Promptlarni men YouTube kanalimdan, boshqa videolarimdan olishingiz mumkin. Men mana shunaqangi videolar tayyorlashni ham o'rgatganman. Yoki bo'lmasam shunchaki mana shu videoga kirasiz. Istagan joydan screenshot qilib ChatGPT ga uni yuborib, menga mana shunday video tayyorlash uchun prompt yozib ber deb aytasiz va sizga ChatGPT prompt yozib beradi.
va o'sha prompt orqali istalgan sun'iy intellektda mana shunday ASMR videolarni tayyorlashingiz mumkin. Va bunday turdagi videolar mana ko'rib turganingizdek 198 ming, 68 ming, 84 ming, 357 ming, 125 ming, 199 minglab prosmotr oladi va bu qisqa muddatda. Chunki ushbu video 4 hafta oldin joylangan, bu video 2 hafta oldin joylangan. Mana bu video 10 kun oldin joylangan, 6 kun oldin. Xullas, juda ham zo'r natija degani. 3-yo'nalishimiz bu Cat AI yo'nalishi. Ya'ni sun'iy intellekt orqali tayyorlanadigan mushuklar videosi. Bunday videolarni hamma ko'rgan menimcha, chunki sun'iy intellekt endi chiqishni, endi rivojlanishni boshlaganda, birinchi mana shunaqa videolar mashhur bo'lib ketdi va bunday turdagi videolar hali ham bor, hali ham zo'r prosmotr olmoqda va zo'r daromad olib kelmoqda. Ushbu videoga e'tibor qaratinglar. Juda ham oddiy, ya'ni ushbu joydan sakrab o'tishyapti mushuklar ketma-ket. 3tasi ham sakradi va mana 4-inchisi sakraganda shu loyga, sementga menimcha yiqilib tushyapti. Bo'ldi, qolgan mushuklar kulyapti va orqasidan it kelib qoladi, shu bilan hammasi qochib ketadi. Tamom. Mana shu video ko'rishingiz mumkin 29-iyun kuni joylangan, ya'ni hali 1 oy ham bo'lgani yo'q ushbu video joylanganiga, lekin 57 million prosmotr to'plagan. Bu juda ham zo'r degani. Va ko'rishingiz mumkin ushbu videoni hattoki bepul sun'iy intellektda tayyorlashgan, chunki o'sha sun'iy intellektni ismi chiqib turibdi. Agar pullik bo'lganida mana bu logotipi chiqmagan bo'lardi. Aynan ushbu kanalni ko'rsatmoqchi emasman, chunki ushbu kanalda aralash kontentlar ekan, faqat mushuk emas. Lekin sizlar imенно mana shunaqangi mushuk videolarini tayyorlab, YouTubedan zo'r daromad qilishingiz mumkin. 4-yo'nalishimiz bu Stakeball yo'nalishi. Stakeball bu o'yin hisoblanadi, lekin ushbu o'yinni siz video yoki shorts formatda tayyorlamaysiz, balki stream qilishingiz kerak bo'ladi. Chunki streamda aynan bunday turdagi o'yin juda ham ko'p prosmotr oladi. Masalan, ushbu kanalni ko'rishingiz mumkin. 11 kun oldin qilgan jonli efiri 560 ming prosmotr olgan. Undan oldingilari ham 350 ming, 600 ming, 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming. Juda ham dahshat. Atiki 2 soat qilingan stream. Masalan, ushbu streamiga kirib ko'ramiz. Oddiy telefonda, oddiy dastur orqali streamni yoqyapti YouTube kanalida va shunchaki shu Stakeball nomli o'yinni o'ynab o'tiribdi. Ushbu o'yinning reklamasini menimcha ko'rgansizlar, ko'p chiqib qoladi. Va oddiy mana shu Play Marketdagi bepul o'yin. Shu o'yinni o'ynab stream qilib o'tiradi va mana 800 minglab prosmotr bo'ladi bitta jonli efirni o'zida. Tushunishingiz uchun YouTube jonli efirlar uchun ham yaxshi pul to'laydi. Va ushbu kanal ham mana shunday oddiy jonli efirda o'yin o'ynab yaxshi pul topadi. Va buni bemalol sizlar ham qilishingiz mumkin. Oxirgi, ya'ni 5-yo'nalishimiz bu Talking Tom Games yo'nalishi. Ya'ni bu yerda faqat Talking Tom emas, balki shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynab video olasiz va bunday turdagi videolar 100 minglab kerak bo'lsa prosmotr oladi. Videoni tayyorlash esa juda ham oson. Faqatgina ushbu yo'nalishda sizda iloji bo'lsa planshet bo'lish kerak, bo'lmasam telefon orqali ham eplasangiz bo'ladi. Ya'ni ushbu kanalga e'tiboringizni qarating. Har bitta videosida 10 ta har xil o'yinlarni 2-3 daqiqadan o'ynab videoga oladi. Kelinglar, masalan, ushbu videosiga kirib ko'ramiz. Mana videoni boshida Hello YouTube, welcome to my channel deyapti. Bo'ldi, boshqa narsa gapirmaydi va mana shu ekrandagi o'yinlarni har birini taxminan 2 daqiqadan o'ynab chiqadi xolos. Mana ko'ryapsizlar, o'yinni o'zini ovozi faqat bo'ldi. Qo'lini mana shunaqa ko'rsatib, ikkinchi telefondan video olib turibdi, tamom. Hech qanaqa o'yin davomida gapirmaydi. Mana ikkinchi o'yinga o'tdi, 3-o'yin, 4-si, 5-si, 6-si va 7-si. 7 ta o'yinni o'ynagan ekan ushbu videoda. Atak previewda 10 ta o'yinni qo'yib qo'ygan. Va oxirida masalan subscribe to my channel deydi. Tamom, unaqa ko'p gapirish shart emas. Va do'stlar, xuddi shunaqa tartibda YouTubedan yaxshi daromad qilsanglar bo'ladi. Ushbu kanal ham mana oyiga hisoblashimiz mumkin.
bir oyda jami hisobda 1 million 300 mingdan ortiq prosmotr to'playotgan ekan va bu orqali bemalol oyiga 1,5 ming 2 ming dollar daromad qilsalar bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana 5 ta yo'nalishni ham ko'rib chiqdingiz. Qaysi yo'nalish ko'proq sizga yoqdi? Buni kommentariyada yozib qoldiring va men mana shunday yo'nalishlarni ko'proq chiqaraman. Endi siz Amerikan YouTube dan daromad qilishingiz uchun noldan YouTube kanal ochib, unga videolar joylab, 1000 ta obunachi va 4000 soat yoki bo'lmasam 1000 ta obunachi va 10 million prosmotr to'plashingiz kerak. Ya'ni YouTube'ni monetizatsiya shartlari shunaqa. Shundan so'nggina YouTube sizga prosmotrlaringiz uchun pul to'lashni boshlaydi. Lekin siz o'zingiz YouTube kanal ochsangiz va o'zingiz hech qanday strategiyalarsiz YouTube kanalingizni yuritsangiz, bunday holatda monetizatsiya shartlarini bajarishga juda ham qiynalasiz. Lekin buning oson yo'li bor va men sizga buni tavsiya qilaman. Ya'ni bizda Amerikan YouTube kanal ochib berish xizmati mavjud. U xizmatdan foydalansangiz, biz sizga noldan YouTube kanal ochib berib, yo'nalish tanlab, dizaynlarni tayyorlab, nomer bilan tasdiqlab, kanalni qanday qilib daromadga chiqarishgacha o'rgatamiz. Xizmatimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun ushbu admin profiliga hoziroq Telegram orqali YouTube kanal so'zini yozib yuboring va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha